Mana bizani doimiy xaridorimiz Yoqut opam Ersax kompaniyasining mahsulotlarini ichib yaxshi natija olibdilar. Shuni hozir biz bilan bo'lishmoqchilar. Yoqut opa, nima ichdingiz? Nima kasal edingiz? Men shu kompaniyaga a'zo bo'lib, ko'p narsalarni iste'mol qilyapman. Ayniqsa Protek 20 ni ichdim, ikkita nimasini. Anaqa alifki listya o'love ichdim. Protek ko'rsatib katalogda mana. Mana shu Protek ichganlar. Lekin anaqa menga juda yaxshi natija berdi. Kuchimga, immunitetimga yaxshi bo'ldi. Gemoglobinim постоянно past yurardi. 105 ga chiqdi. Analiz topshirsam hayron qolishdi. Keyin больницаga yotuvdik, lecheniyaga UZI qildi. Men so'radim, jigarimni anaqa bo'lmabdimi, yanada ko'paymabdimi desam, yo'q, jigaringizda hech qanaqa yo'q. Yo'q dedi. Yo'q dedi. Kuzda men больницада yotganimda ikkinchi stepeni ожирение pecheni deyishuvdi. Shunaqa qilib, shu narsalar menga juda yordam berdi. Yana keldim, olgani davomida. Masajni kremi постоянно ishlatasiz. Masajni krem o'yimda mana shu masajni krem. Bosh og'riqqa ham ishlataman, shamollaganda yalaymiz. Oyoqqa suraman, oyog'im yomon og'rirdi. Rahmat, shuni kim chiqazgan bo'lsa ham umrli uzoq bo'lsin, topganligiga baraka bersin. Shu meni juda ham yaxshi qildi. Busiz vash turolmayman. Banyosiga ham gap yo'q. Hamma mahsulotlari juda ham menga yoqadi. Oldin bunaqa narsalarga men ishonmas edim, qilmas edim. Hozir endi o'zim hammaga mana shuni ishlab, nima desam, va yaxshi ekan, olib bering deb iltimos qilishadi. Ayniqsa masajni kremni. Nanki men anaqani ham, tomoqqa ham, nimaga ham yaxshi dedim. Voy, olib bering deb shunaqa deyishdi. Rahmat, Yoqut opa.